Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun ikkinchi kun. Inshaalloh bugun arab tilida ba harfini o'rganamiz. Ba harfini yozuvda 4 ta ko'rinishi bor. Mana o'zidan oldingi va keyingi harflarga qo'shiladi bu. Alifdan farqli ravishda alifda 2 ta ko'rinishi bo'ldi. Ya'ni o'zidan keyingi harfga qo'sha olmaymiz buni. Xo'p. Bitta takrorlab olamiz buni. A, I, U qilib o'qidik. Xo'p, endi bu ba harfi ba harfi yolg'iz holatda talaffuz qilganimizda, ya'ni qachonki sukun bilan talaffuz qilganimizda buni tebratib o'qishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ab. Xuddi shu shaklda. Xo'p, mashqlarini o'qiymiz. Abun, mana a bo'ldi bu. B tanvin, un ya'ni abun ota degan ekan. Babun eshik. Baba dada. E'tibor beringlar, alifni cho'zib talaffuz qilyapman. Baba. Xo'p, bu yoqda ham mana abun, babun. Xo'p, mana bu yumaloq sukun, aytgan sukun belgimiz shu bo'ladi. Bunda harfni yolg'iz o'zini o'qishimiz kerak bo'ladi. Ab, ib, ub, abun, babun, baba. Toyib, ma'assalama.